تعبدت بغيب ترددت. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tushida ko'rishni xohlaydi. Hamma xohlaydi. Havasil Qur'on degan kitob bor. Qur'onning xususiyatlari. Ana shu kitobda keltiriladi, kim juma kuni kechasida Kavsar surasini 100 marta o'qib, ixlos bilan Alloh taolodan so'rab yotsa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni xuddi hayotda ko'rgandek ko'radi deb va'da berilgan. Juma oqshomida degani payshanbadan jumaga o'tir kechasi bo'ladi. Ixlos bilan Allohdan so'raydilar. Ertaga kechasi xuftondan keyin yotishdan avval Kavsar surasining tahoratni olib, 2 rakat namozni o'qib, 100 marta Kavsar surasini o'qiydi. 3 oyatdan iborat. 100 marta o'qish uchun nari borsa 10 daqiqa vaqtingiz ketadi. 10 daqiqa vaqtni evaziga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan didorlashuv va'dasi berilyapti. Yana aytilganda ham xuddi hayotda ko'rgandek ko'rasiz. Mislsiz ko'rasiz. Ya'ni falon odamga o'xshar ekan deya olmaysiz. Haqiqatdan ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rasiz deb va'da berilyapti.